Eng aqlli va ekologik toza mato ham aqlli bo'ladimi? Davotlar shunaqa ajoyib zamonga kelibmiz. Hattoki matolar ham aqlli bo'lar ekan va bu mato albatta Leon. Videoda oxirigacha ko'ring, men sizga bir nechta sababini aytaman. Birinchisi, tabiiy konditsioner. Oddiy paxta yoki sintetik kiygan odamdan ko'ra Leon kiygan odam 3-4 daraja salqinroq bo'lar ekan va 1,5 barobar kamroq telar ekan. Ketiga ekologik trend. Shunaqasi ham bo'ladimi? Da, bo'ladi. Leon tayyorlanadigan zig'ir o'simligi paxtaga qaraganda 20 barobar kam suv ichar ekan va deyarli chiqindi chiqmas ekan. Zamonaviy tadqiqotlar shuni aniqladiki, Leon matosida kremniy dioksid bor ekan. Bu degani Leon matosida umuman mikrob bo'lmaydi. Agar siz zamburug'dan, mikrobdan, nimadandir qo'rqsangiz, teri sezuvchan bo'lsa, siz uchun chiqqan bu Leon. Aynan hozir g'ijimlik, boylik ramzi ekan. Qaranglar, hozirgi boylar ichida yashirin moda bor, yashirin hashamat bor ekan. Aynan mana shu Leondagi g'ijimlar bu yashirin hashamat ekan. Bu degani men o'zim ustim g'ijim qila olaman, menga farqi yo'q degandaqa bo'lar ekan. Aynan boylar, lakshri odamlar kiyadigan Leon materialida biz dvogalar zo'rlanib olib kelib berdik. Bir bas, ikkita bas, 3 ta 4 xil juda bir-biriga moslab to'q rasvetkasini qilib bergan. Boshqa joylarda necha millionga ishingiz bitadi bilmadim, lekin batda dvogalarimiz 680 ming. Shunaqa hashamat, yashirin hashamat, lakshri bo'lib yuraman desangiz, Malbisga keling. Bag'i. G'ijimli boyliklarimiz shunaqa zamondamiz.